Hello Kazakhstan. Mana bugungi obyektimiz Chimkent qal'asi 14-prospekt yo'lning bo'yida. Obyektimiz fasadni bu yog'ini bitdik. Endi bu yog'ini bityapmiz. Shogirdlarimizdan Bekzodbek shogird. Hozir 3 ta shogird chiqaryapman. Uchalasi ham Xudoga shukr chiroyli, aqlli, ishini ustasi, ishiga javob beradi. Hali bulardan kelajakda buyuk litsenziyachilar chiqadi. Hozircha yoryapti. Mana shuni o'zi katta o'qildi, mana shu bolani o'zi betoniga biz qarashdik mana. Hozir o'zi belgisini ham o'zi mana ko'ryapsizlar, ustilarini shuvab chiroyli chiqaryapti. Kimga agar mana shunday litsenziyalar qilinsa, murojaat qilaverasizlar. Telefon nomerlarini pastga qoldirib qo'yamiz.